Bu radikallar, ekstremistlar, bu ahmoqlarni ishi nima? Hadis bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Birovga siz hadisni aytadigan bo'lsangiz, Qur'ondan gapiring, bizga degan odam adashgan degan. O'sha adashganga kifoya qiladi. Tahsil shuni hadisda aytyapsiz, Qur'onda nima deyilgan? O'zi Qur'onga qiziqmayapti ham u, bilmaydi ham u. Lekin o'sha narsani sizdan so'rayaptim, adashgan u. Endi bizda shunday bir yomon narsa borki, adashgan deganda biz haligi oddiy narsa xato qilib qo'ydi deb tushunamiz. Yo'q. O'xshatish deydi-ku boya. Zulhijjaga o'xshatamiz, o'zimizni hojiga deydi-ku. Mana bu o'xshatish ham bor yomon. Nima o'xshatish aytaymi? Fotiha surasida oyat bor. Astagfirullah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim g'ayril maghdubi alayhim. Bizlarni haq yo'ldan toymagan va g'azabga duchor bo'lmagan zotlarga in'om qilgan yo'ling bo'lmish, to'g'ri yo'lga yo'llaysiz. Alloh rahmat qilsin, otamiz Shayx Aloddin Nasir juda go'zal tarjima qilganlar. Ya'ni adashganlar va g'azabga duchor bo'lganlarning yo'li, ularga ergashmagan zotlarga in'om qilgan, musulmonlarga in'om qilgan yo'ling bor. Shu yo'lga yo'llaysiz. Musulmonlarning yo'liga yo'llaysiz. To'g'ri dinga yo'llaysan, islom diniga yo'llaysan degan so'z bor. Adashganlar kimlar ekan? Nasroniylarni sifatlagan Alloh taolo. Demak, siz bir yo'lda, ayniqsa bu din borasida bo'ladigan bo'lsa, adashadigan bo'lsangiz, haligi o'xshashni aytadigan bo'lsangiz, nasroniyga o'xshab qolyapsizmi shunda hozir? Demak, oddiy adashmas ekan bu, oddiy xato emas ekan bu. Demak, siz bir narsada adashar ekansiz. Bo'lib hamki bu dinda bo'lar ekan, bo'lib hamki bu narsani muftiy hazratdan boshlab turib oddiy imomgacha gapirar ekan. Shundan keyin mana shu xatoga yo'l qo'yadigan bo'lsangiz, adashadigan bo'lsangiz kimsiz siz? Mana shu narsaga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Bu radikallar, ekstremistlar, bu ahmoqlarni ishi nima? Hadis bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Birovga siz hadisni aytadigan bo'lsangiz, Qur'ondan gapiring, bizga degan odam adashgan degan. O'sha adashganga kifoya qiladi. U Qur'on so'rayapti-yu. Oyatni aytib beryapti-yu sizga u. Yo'q, lekin u tahsil shuni hadisda aytyapsiz, Qur'onda nima deyilgan? O'zi Qur'onga qiziqmayapti ham u, bilmaydi ham u. Lekin o'sha narsani sizdan so'rayaptim, adashgan u. Endi bizda shunday bir yomon narsa borki, adashgan deganda biz haligi oddiy narsa xato qilib qo'ydi deb tushunamiz. Yo'q. O'xshatish deydi-ku boya. Zulhijjaga o'xshatamiz, o'zimizni hojiga deydi-ku. Mana bu o'xshatish ham bor yomon. Nima o'xshatish aytaymi? Hammamiz biladigan Fotiha surasida oyat bor. Astagfirullah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim g'ayril maghdubi alayhim. Bizlarni haq yo'ldan toymagan va g'azabga duchor bo'lmagan zotlarga in'om qilgan yo'ling bo'lmish, to'g'ri yo'lga yo'llaysiz. Alloh rahmat qilsin, otamiz Shayx Aloddin Nasir juda go'zal tarjima qilganlar. Juda ham go'zal, esda qoladigan qilib. Ya'ni adashganlar va g'azabga duchor bo'lganlarning yo'li, ularga ergashmagan zotlarga in'om qilgan, musulmonlarga in'om qilgan yo'ling bor. Shu yo'lga yo'llaysiz. Musulmonlarning yo'liga yo'llaysiz. To'g'ri dinga yo'llaysan, islom diniga yo'llaysan degan so'z bor. Adashganlar kimlar ekan? Nasroniylarni sifatlagan Alloh taolo. Demak, siz bir yo'lda, ayniqsa bu din borasida bo'ladigan bo'lsa, adashadigan bo'lsangiz, haligi o'xshashni aytadigan bo'lsangiz, nasroniyga o'xshab qolyapsizmi shunda hozir? Demak, oddiy adashmas ekan bu, oddiy xato emas ekan bu. Demak, siz bir narsada adashar ekansiz. Bo'lib hamki bu dinda bo'lar ekan, bo'lib hamki bu narsani muftiy hazratdan boshlab turib oddiy imomgacha gapirar ekan, qo'ni qo'shingiz gapirar ekan, siz ota-onangiz gapirar ekan, shundan keyin mana shu xatoga yo'l qo'yadigan bo'lsangiz, adashadigan bo'lsangiz kimsiz siz? Mana shu narsaga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Adashlar, noto'g'ri yurishlar juda ko'p hozir holatda. Buni aytishimiz kerak. Bu noshukrlik bo'ladi. O'sha sizni diningizdan xato topmoqchi bo'lgan. Yuraveramizmi deb sizni o'g'lingizga aytyapman, sizga aytyapman. Siz o'g'lingiz, sizni ukangiz, sizni qarindoshingiz. Dada, namoz o'qib yuraveramizmi? Ish ham qilishimiz kerak xizmat. Yo'q, sen ahmoq eshak, hech ham o'ylamayapsan xizmat haqida. Sen bajaryapsan vazifani. Ona itlar bor, biz oldimizga kira olmaydigan. Bu diyorlarga kira olmaydigan va chin dildan alam qiladigan. Nimaga bu diyorlar tinch turibdi? Nimaga notinch emas? Nimaga o'q ovozi eshitilmayapti bu yerlarda? Nimaga hammasi ittifoq bo'lyapti? Nimaga bu diyorning rahbarlari kerak bo'lsa musulmonlarni hurmat qilyapti? Dinni hurmat, nimaga janjal chiqmayapti bu yerda? Deganlar bor. Ana shularni bergan vazifasini bajaryapsan xolos. Ana shunday bu bizni vatanimiz unday, mamlakatimiz unday bo'lishimiz kerak edi degan odamlarga aytib qo'ying. Va aytib qo'yish ham shart emas, u olmaydi ham bu gapni. Zaharlangan bo'lsa, yuraveramizmi deb qo'ygan odam o'zi adashdi. O'sha narsoniga o'xshagan u ham. Lekin eslating. Mana masalan, kecha men xursand bo'ldim. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov
Chubag'ajiga marhum ustoz Chubag'ajiga Alloh taolo rahmat qilsin. Eng oliy medalni berdi. Eshitdinglar hammanglar. Eng oliy ekan. Bu Qirg'izistondagi eng katta medal ekan bu. O'shani berdi. Qahramon medalini berdi. Xalq qahramoni. Kimga berdi uni? Chubag'ajiga berdi. Chubag'aji kim? Diniy olim. Bo'ldimi? Yo'q. Chubag'ajiga berdi, sizga ham berdi. Hammaga berdi. Hamma musulmonlarga berdi. Islomga bo'lgan hurmatmi bu? Musulmonlarga bo'lgan hurmatmi? Nima bo'lishi mumkin bu hozir? Yana boshqa muftiy hazratga ham berilibdi, masalan, shunaqa medallar. Nima degani? U nima bo'lyapti? Bu maqtov olmoqchi bo'lyaptimi? Yo'q, tan olyapti. Musulmonlar hurmat qilyapti, dinni hurmat qilyapti. Bu nima? Bu sizga yetmaydimi? Bu narsada xatolik bormi? Demak, biz dinimiz nomukammal bo'lyapti ekanmi? Yoki masalan o'shalar u iblislar aytganidek biz rahbarlar, davlat rahbarlari dinga qarshi ekanmi? Yoki masalan hozir jumada ham bo'ladi. Organ xodimlari yoki masalan ko'proq hayit namozida bo'ladi. Hamma yoq qamirab, qarab o'tiradi. Nima qiziq ularga? Masalan, o'sha narsani qilishdik. Baqirib, pushtigini salib, to'g'rilab, nima kerak ularga bu narsa? Nima uchun qilyapti? Albatta umid qilamiz. Hammalarida dillarda niyat borki, musulmonlarga xizmat qilaylik. Emin erkinligida oson ibodatini qilib olsin. Yo'llar tirband bo'lmasin deb mana shu narsa xizmat qilyapti. Va tabiiyki ularga buyurilyapti. Kim buyuryapti uni? Boshqa tomondan buyurib ketmayapti. Mana shu davlat rahbarlari buyuryapti. Demak, musulmonlarga xizmat bo'lyapti ekanmi? Musulmonlarga xizmat bo'lyapti. Bularga hurmat bo'lyaptimi? Mana shuni tan olmagan odam kim bo'ladi? Mana shu narsa sizni oilangizdan, sizni farzandlaringizdan, aka-ukangizdan chiqadigan bo'lsa, siz kimsiz? Indamay ketaverasiz. Yoki siz choyxonada o'tiradigan bo'lsangiz, ana shunday yomon oqimdagi o'sha adashgan toifalar. Bechoralar ular, adashgan ular. Nasroniydan farqi yo'q. O'sha adashgan toifalar sizga kunduzi yuribsiz endi siz. Qoraka, aka-uka bo'lib yuribsiz-da, kechqurun shu it bilan choy ichib o'tiribsiz, osh yeb o'tiribsiz. Va yana kamiga u itlar sizni, bizni ahli ilmlarni gapiryapti. Gapirsa indamay eshitib qo'ysangiz kimsiz siz? O'g'il bola bo'ladigan bo'lsangiz, eshitib qo'yyapsizmi siz? Merga turib ham gapiring. Noto'g'ri deb. Noto'g'ri deya olmaydigan bo'lsangiz, to'g'riligini majbur bo'lsangiz tan olishga. Haqiqat gapirilayotgan bo'lsa-da, siz uni eshitib o'tirsiz. U o'yingohda bo'ladimi, boshqa joydan kimsiz? Munofiqsiz. Munofiq kim? Munofiq Allohning nazdida kofirdan battar. Chunki kofir kofirligini aytadi, men kofirman deydi. Munofiq esa musulmon to'nini kiyadi. Siz o'shandan battarsiz siz. Ana shunday bo'lmasligi uchun biz shukr qilishimiz kerak bo'ladi. Shukr qilasiz, Alloh taoloning o'zining oyati. Shukr qilinglar, ziyoda qilib beraman. Demak, biz hozirgi holatga shukr qilyapmizmi? Alloh taolo ziyoda qilib beradi. Demak, ziyoda bo'lmayapti, biz shukr qilmayapmiz. Allohning oyatiga amal qilaylik, mana amal qilish. Shukr qilaylik. Alloh taolo inshaalloh bu narsani ortiq bilan ziyoda qilib beradi bizga.